Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tovushlar haqida gaplashamiz. O'tgan darsda harflar haqida gaplashuvdik. Tovushlar haqida ham ozroq ma'lumot berib ketgan edim. Xo'p, ingliz tilida ikki xil tovushlar bor: undosh va unli tovushlar. Hali biz undosh tovushlarni alohida ko'rib chiqamiz, chunki bitta videoga sig'masligi mumkin. Bugun unli tovushlar haqida gaplashamiz. Unli tovushlar vowel sounds deyiladi. Ular 20 tadan ortiq bo'lib, ular 3 xil guruhga bo'linadi. Qisqa unli tovushlar, short vowels. Bu tovushlar qisqa va aniq bo'ladi. Xo'p, bolalar so'raydi, ustoz deydi, lug'at qidirayotgan. Mana bular qanday belgilar deydi. Keyin men ularga tovushlar haqida ma'lumot berib, mana bular shunday talaffuz qilinadi desam, ular kuladi. Nimaga? Chunki sal kulgiliroq tuyuladi, chunki sekin aytganligimiz uchun. Aslida sekin aytib siz ham talaffuz qilib yursangiz, sizni ham talaffuzingiz ancha oshadi. O'zingiz bilmagan holda bir oy tayyorgarlik ko'ring, o'sha narsaga bir oy o'zingiz bilan o'zingiz o'sha tovushlarni aytib yuring, qanchalik talaffuzingiz yaxshilashganini his qilasiz. Men o'qigan paytda, endi o'qituvchim juda ham yaxshi bo'lganlar. Ismlari Fariza edi. Biz o'sha o'qituvchim bilan deyarli 1,5 oy faqat tovushni ustida ishlaganmiz. Shunday zerikarli tuyulardi, lekin hozir o'sha ustozimdan minnatdorman. Aynan o'sha ustozimning yo'nalishi bo'yicha o'qitaman. Tovushlardan boshlayman. Lekin ko'plar hozir tovushlardan boshlamaydi va birdaniga o'qishni bilib qolishni xohlaydi, lekin aslida tovushlar ustida ishlash juda ham muhim hisoblanadi. Kelinglar mavzuga qaytamiz. Xo'p, qisqa va aniq talaffuz qilinadigan qisqa tovushlar haqida gaplashamiz. Mana bu cat, man, apple. Ko'pincha mana bu a harfini yopiq bo'g'inda kelishiga shu sababli aynan qisqa degan, ya'ni kulgiliroq deyishadi. Degan tovushni beradi. Cat, man, apple. Keyingisi ana 3 teskarisi. Bed, da bed, red, bed. Keyingisi bed, sit, milk, ilk. Ko'ryapsizmi? Keyingisi ning teskari turganini ko'ryapsiz? Qisqagina. Hot, not, dog. Keyingisi cup, bus, love. Mana bu u harfi bizda, ya'ni uzumga ketadigan u. Bu yerda u tovushini beryapti. Yopiq bo'g'inda bo'lganligi uchun. Mana bu love da o'zi ochiq bo'g'in, lekin исключениялар ham bo'lib turadi-da. Cup, bus, love. Ko'ryapsizmi? Mana bu yoki deb o'qiladi. Book, look, good. Ko'ryapsizmi? God deb o'qimang, u Xudo degan ma'noni bildiradi. Bu good. Endi uzun unli tovushlarga keladigan bo'lsak, ular long vowels deyiladi. Long vowelslar qanday hosil bo'ladi? Ya'ni yonida turgan unli tovushning oldida 2 nuqta qo'yiladi va o'shani cho'ziqroq o'qish kerakligini ifodalaydi. Ya'ni o'shani ko'proq, cho'ziqroq o'qish kerak. Misol uchun C, tree, K. Our, car, father, start. Ko'ryapsizmi? deb o'qilyapti. Cho'ziq. Kulgiliroq, xunuk eshitilishi mumkin, lekin albatta yaxshilab talaffuz qilishni o'rganishimiz uchun albatta o'sha tovushlarni qilishimiz kerak. Keyin o'sha tovushlarni chiqarishda ko'plar qiynaladi. Men ko'p o'quvchilarimga aytamanki, stol yoki taxta bo'ladimi, stol bo'ladimi, iyaklaringizni tekkizgan holda o'sha tovushlarni talaffuz qiling, yoki tilingiz tagiga konfet tashlab olasizmi yoki birorta tosh tashlab olasizmi, yaxshilab yuvib turib albatta o'shalarni talaffuz qilsangiz chiroyliroq chiqadi.
Endi ow, low, or, more, door. Ko'ryapsizmi? Mana bu ham o'qilar ekan. Keyingisida uni cho'zib o'qilishi kerak. Blue, food, true, ko'rasizmi? Keyingisi ozgina kulguliroq. Ya'ni lablaringizni ozroq oldinga chiqarib, tillaringizni tanglayga ko'targan holda r ni cho'ziqroq o'qishingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha o'zi o'sha so'zning ichidagi r ni, ya'ni yopiq bo'g'inda tursa, oldidagi unlini qanaqadir o'zgartiribroq deb tovush berishiga sabab bo'ladi. Bird, word, girl. Tushunarli bo'lyaptimi? Xo'p, diftonglar ikkita unli tovushning birikuvi hisoblanadi. Mana bu yerda qoidasini ham yozib qo'yganman. Bu tovushlar ikki tovushning birlashishi bilan hosil bo'ladi. A, says, they, say. Prosta men aytmoqchimanki, mana shu yerdagi hamma iloji boricha qayta-qayta ko'rib, tovush belgilarini ko'rib qo'ying. Hali bular qachon shunday tovush beradi? Nega bunday tovush beryapti? Uni sababini hali endi o'rganib chiqamiz. Iloji boricha videolar tayyorlash, qisqaroq videolar tayyorlab o'rgataman. A, time, 5, I, oi, boy, toy, coin, ow, now, house, about, oh, go, so, no. Mana bu i bilan mana bu qozonchaga, usti ochiq turgan qozonchaga o'xshagani degan tovushni berar ekan. Ear, hear, idea, iya degan tovush beryapti-da. Mana bu I bilan i ning teskari turishi. Iya degan tovush beryapti. Hear, idea, beer, air, care, there, air degan tovushni beryapti. Endi mana bu qozoncha bilan mana bu yana i ning teskari turishi degan tovushni beradi. Pure, sure, tour. Bu tovushlar talaffuz va aksentga qarab biroz farq qilishi mumkin deb oxirida aytib qo'yaman. Nima sababdanligini keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Dars yoqqan bo'lsa, albatta o'zingizni izohlaringizni qoldiring. Keyingi darsda iloji boricha nega aksentda farqi bo'lishini tushuntirib beraman. Hozircha xayr. Goodbye.